tashqarida yurgan polvonlar barchalaringni maydonga taklif qilamiz. Taka maydonga tushgan, taka chopilyapti o'yinimiz. Naimjon Hocaga, Bovujon Hocaga duo beylarimiz tayyor bo'lamiz-da. Kelinglar, bayroqlarni olib, tanlovlarni qo'lga olaylik. Sınadın hocakamızdan yarım milyon to'y sohiblaridan bitta solim olasiz. Nalovoy marramizga chopamiz. Mirzoqlarning uloq ko'pkarisi boshlandi. Nalovoy marramiz. Hojiboy ota farzandlari, Vohidjon polvon, Vohidjon akamizning farzandlari, Jasur polvonning nikoh to'ylariga bag'ishlangan uloq ko'pkarimiz, Nalovoy marra solimlari. Hadi polvon mahkam bo'ling, Nalovoy marramiz chopilyapti, somonga yurasiz. Duo beylarimiz, qani duo beylarimiz. Bizlar nazorat qiling. Taka borib somonga tushgandan keyin chopilmaydi, taka joyida qoladi. Qani polvonlar harakat qiling. Somonga harakat qilasiz. Nalovoy marramiz chopilyapti. Harakat qiling polvonlar. Taka marraga tushgan bo'lsa chopilmaydi. Taka marraga tushdimi teginmay turing. Teginmay turing. Gulshon tushdimi? Gulxon. Chopmang, taka joyida qoldi. To'y sohiblari, tog'alari, Husniddinjon hojakamizning solimlari Nalovoy marramizga qo'yildi. Aminjon polvon, Bolbutdi polvonlari, Aminjon polvon. Safaral akamizning million nomlodi bilan Nalovoy marramizning polvonlari, Aminjon polvon omadlarini bersa polvonlarimiz. Bolbutdi polvonlari, takani olib keling, takani olib keling aka. Olib keling takani. Barcha polvonlarni mikrofoni yaqiniga taklif qilamiz. Piyodagilar, fuqarolar, sizlardan iltimos, maydonga bironta piyoda tushmaydi. Xudo xolasa bugungi uloq ko'pkarimizni ham bir chiroyli, fayzli qilib o'tkazaylik. Albatta muxlislar bor, polvonlarimiz bor. Polvonlarni bemalol olqishlab turaveramiz.
bayroqlarimiz tayyormi qanday, duvan beylarimiz qani endi. Hakani bosib ketayotgan polvon mana o'tgan safar ham bitta ikkita shunaqa razbori bo'ldi. Hakani pastki marradan yo qandaydir o'rta marradan olib bosib borib eshtinglar, sizlarga tegishli polvonlar, tushunib olinglar qonun qoidalarini. Marraga kirganda takani ushlab turib siz qo'lingiz bilan tashlaydigan bo'lsangiz, pastki marramizdan yoki yuqori marramizdan bosib borgan polvonning marrasi hisoblanadi. Duvan beylar, eshitinglar. Mabodo ushlab qolib tashqariga chiqib ketib, marradan tashqariga chiqib, qaytarib olib kelib solsangiz sizga hisob bo'ladi. Yoki marraga kirmasdan takani sug'urib olib kelib tashlasangiz, ana unda sizga hisob bo'ladi. Shuni oldiga takani meni qo'limdan tushdi deb duvan beylarni borib olib kallasini qotirdi. Bayroqchilarimiz. Kallonlarni oldilaringga, o'shaga bayroqlar qani endi? Malbutli bola olib ketdi-yu hozir. Marani siz deganmisiz? Qani shu e'lon deganimiz Malbutli bola. Aminjon deganlar. Aminjon. Ko'lni polvoni Nolovoy marramizga Temur polvon omadlarini bersin polvonlarimiz. Amarbek akamizni bersin avlodi bilan omadlarini bersin polvonlarimiz. Polvon baqa keling. Bering so'rindi mana. Adiyolni bering. To'y boshlar bersa alohida sizlarga beraversin. Temur baqa kel. Olib ket. Amarbek akamizni aka, adiyolam yana bitta sovrinni ham va'da qilganmiz. Va'da qilingan narsani olinglar. Beradigan bo'lsa to'y boshlar alohida cho'ntagida polvonga beraversin. Aka aralashmang, polvon ol. Endi bu bolaga nima qilsa to'y boshlar qilaversin. Bo'lgan narsa bilan ishi yo'q. Polvonni marrasini berdi. Aga to'y boshlar decha, bolasi mashina bersin. Bolasi 10 million pul bersin, qizig'i yo'q. Assalomu alaykum, hurmatli ulug' ko'pkari ishqibozlari. Xudo xolasa mana bugun biz Farg'ona viloyati So'x tumani Ravon fuqarolar yig'inida yashovchi Umrzoqov Tojvoy otamizning farzandlari, el tanigan polvon Vohidjon akamiz butun O'zbekistonga nomlari talanib, So'x degan nomlarda yuqorilarga ko'tarib yurgan akalarimizdan birlari. Omadlarini bersin farzandlari Jasurbek polvonning nikoh to'ylariga bag'ishlangan Tojvoy otamizning yubiley to'ylari. Mana bugun barchamiz So'x Molvut maydoniga jam-jam bo'lib turibmiz. Ilohim yurtimiz tinch, yurtimiz obod bo'lsin. Yurtimizda mana shunaqangi xursandchilik kunlar doimo davom etsin. Yurtda to'ylar davom etsin. Omadlarini bersin polvonlarimizni. Xudo xolasa bugungi uloq ko'pkarimizda polvonlarimizga ham, otvozlarimizga ham barchalariga omad tilaymiz. Mana shu yerda biz uchun xizmat qilib turgan, xalq uchun xizmat qilib turgan ichki ishlar xodimlariga ham alohida chuqur minnatdorchiligimizni bildiramiz. Endi yurtda to'ylar bo'lsin. Mana shunaqangi xalqimizni xursandchilik kunlarida xizmat qilishlikdan ichki ishlar xodimlari hech qachon charchamasin. Gap qo'shmay tur. Eshit. Yurtda xalqda mana shunaqangi gap so'zlar bo'layotgan eshiting. Ichki ishlar xodimlari uloq ko'pkariga ruxsat bermayapti degan gap so'zlar noto'g'ri gap. Uloq qilaydigan odam birinchi o'zingizda turgan federatsiya xodimlari. Xo'p, mana
Gulshan ukamizga kelib uchranglar. Gulshan ukamiz bilan birga albatta ichki ishlar xodimlariga borasiz. İçki işler xodimlarida uloq kuniga qandaydir ommaviy tadbirlar to'g'ri kelib qolmaslik kerak. Xat bilan chiqiladi. Alohida to'lovlari bor. Ana shu to'lovni qilasiz. Hech kimda qarshilik yo'q. Uloq ko'pkarimizda albatta davom etishligi uchun bir-biringiz bilan polvonlar urushmaysiz, so'kinmaysiz. Ana shu maydonda chiroyli uloqlar davom bo'ladi. Hech qachon uloq to'xtab qolmaydi. Ichki ishlar xodimlarini qoralab uloqqa ruxsat bermayapti degan noto'g'riga. Shuni hammamiz nazoratga olaylik. Ana undan keyin maydonda qaysi biringiz aparat ishlatib turgan bo'lsangiz, o'tgan gal ham aytganman, indamasdan bir yilga qizil olib chiqib ketasiz. Xoh mehmon qiziq yo'q. O'tgan safar aparat yetib keldi. Keyin takani ko'tarib bosay turganda qamchi bilan qo'liga urmang. Zo'rmisiz takadan ushlab tortib surib oladi. Hammaga tushunarli. Barakalarimiz kelishganmi? Xonimiz taka yuqori marraga borib tushadi, birinchi marra solimlarni e'lon qilaveramiz. Hoji Bobur duomiz. O küçükde ham chiqarib olsak yaxshi bo'ladi. Ko'p chiqarib oringlar agar uyda o'tirsa. Bugun Xudo xolasa Mo'minjon akamizni halol to'plagan mehnatini halollik bilan topshiramiz. Taka yuqori marramizga borib tushadi, birinchi marra solimlarni e'lon qilamiz. Qani polvonlari harakat qilasiz. Birgilar pastki marramizga chopasiz. Bir sarka yuqori marramizga choping. Ko'pkarimizning birinchi marra solimlari Umurzoqlarning ko'pkarisi boshlandi. Hoji otamizning umrlari uzoq bo'lsin. Mo'minjon akamizni dastlariga Alloh baraka bersin. Jasurbek akamiz ham baxtli bo'lsin. Ilohim o'g'ilmi, qizmi, farzandlarni bersin, farzandlarini to'ylarida ham xursandchilik kunlariga barchamiz sherik bo'laylik. Qani polvon mahkam bo'lay. Qani pastki marramizga taka ko'tarildi, birgilam solim olasiz. Harakat qiling polvon, harakat qilasiz. Samondor inter oling, samondor inter olasiz. Qani polvon mahkam bo'ling. Taka yerda qaytadan chopamiz, pastki marramizga chopilyapti. Birgilam solimga chopilyapti. Pastga choping, gilamga pastga marramizga. Qaytarish, pastga choping. Pastga choping polvon. Qani Dilshod polvon Merlin bilan
Harakat qiling polvon, Dilshod polvon. Babaka nima bo'ldi babaka? O'zgarma tushdimi? Qani yuqori marramizga chopamiz polvonlar. Yuqori marramizga sarkaga choping. Dilshod polvon birinchi marramiz pastiga tashlagan polvonimiz. Omadlarini bersin polvonlarimiz. Tolibjon aka Hajjamovning Merlin nomli oti bilan Dilshod polvon mana shu yurtning farzandi Tolibjon akamizning Merlin nomli oti bilan tashladi. Bir gilam solimga tashladi. Marralari qullu bo'lsin. Omadlarini bersin. Tolibjon akamizga qullu bo'lsin solimlar. Qani yuqori marramiz bir sarga solimga chopasiz. Harakat qiling polvon. Paski marramiz polvoni. Dilshod polvon paski marramizga bir gilam solimga Tolibjon akamizning Merlin nomli oti bilan tashladi. Barcha salomat kelgan aka-ukalarimiz omadlarini bersin. Kasblarga Alloh baraka bersin. Otaviy akamizdan bir gilam sog'liq berdi. Himolay ot egalariga katta rahmat. Yuqori marramizga taga ko'tarildi. Qani polvon mahkam bo'ling. Qani Sardor polvon Rishton. Qani Azbek akamizning farzandlari. Qani harakat qiling polvon. Qani bir sarga solim olasiz. Qani mahkam bo'ling Sardor polvon sovinga yaqinsa. Qani g'alollaysiz. Navbatdagi marra solimlari. Bir gilam pastki marramizga chopasiz. Bir gilam yuqori marramizga choping. Qani dollar bilan qani polvon mahkam bo'ling. Qani oxiriga dor mahkam bo'ling polvon. Harakat qiling polvon. Aminjon akamizning Semyorka nomli oti bilan Sardor polvon Rishton, Farg'ona Rishton, Sardor polvon Azbek akamizning farzandlari Aminjon akamizning 3-7 nomli oti bilan tashladi. Omadlarini bersin polvonlarimiz. Pastki marramiz polvonlari kelyapti.
Farg'ona Quvasoyli polvoni Burgut polvon. Farg'ut Jumovoy tog'amizning Osmon nomloti bilan Burgut polvon Farg'ona Quvasoy. Farg'ona Suv Burgutjon tog'amizning hurmatlarini bersin. Osmon nomloti bilan aralari qulli bo'lsin. Ana Asadbek polvon mahkam bo'lay. Ana Asadbek. Orbitdan Jumoy odamizning Osmon nomloti bilan Farg'ona Quvasoyli polvoni Burgut polvon pastki marramizga bir gilam solimga tashladi. Onalari qulli bo'lsin. Burgutjon akamizga solimlar qulli bo'lsin. Solimga chopilyapti. Harakat qilamiz. Harakat qiling polvonlar, ko'pkarimizning ikkinchi marra solimlari chopilyapti. Hani qori. Hani Burgut polvon. Hani Dilshodjon. Yuqori marramizga chopilyapti. Qaytaring, yuqoriga chopilyapti. Yuqori marramizga chopilyapti Dilshod polvon. Hani Dilshod. Qani yana merli bilan mahkam bo'lay. Olibjon akamizni merli nomloti bilan Dilshod polvonning taqimida aka. Qani harakat qiling. Zamonga yaqinsiz. Navbatdagi 3-chi marra solimlari bir sarka pastki marramizga chopasiz. Bir gilam yuqori marramizga chopasiz. Dilshod polvon yuqori marramizga yana Tolibjon akamizning Berlin nomloti bilan bir gilam solimga tashladi. Aralari qulli bo'lsin. Omadlarini bersin polvonlarimiz. Bolbut Tolibjon akamizning Berlin nomloti bilan aralari qulli bo'lsin. Omadlarini bersin. Chiroyli chopdi polvon. Muxlislar olqishlariga, sazovoriga hosil o'qituvchilari chopdi. Qarajon aka reis bilan bir gilam solim kelgan. Mana Qarajon akamizni gilami Dilshod polvonga Olibjon akamizga nasib qilyapti. Polvonlar bir sarka pastki marramizga chopasiz. Bir gilam yuqori marramizga chopasiz.
ot yıkılgan çapma polvon. Çapma etirga oturib Endi çapavering. Choping endi. Vohidjon akamizni sinfdoshlaridan gilam salomlar keldi. Maske marramizga bir sarka salom ketaga ko'tarildi. Qani polvon mahkam o'tiravering. Aka yerda. Maydon o'rtasida daga yerda. Qani ko'tar polvon. Temir polvondan daga tushdi. Golo sagat onda. Gulshon harakat qilamiz. Gulshon polvon harakat qiling. O'zgarimizning uchinchi marra solimlari eski marramizga bir sarka solimga chopilyapti. Ko'tarildi. Qani polvonlar harakat qiling, taga kelmadi. Qani Farg'ona Yaypon Anosh polvon, Qulunjon akamiz o'g'illari. Anosh polvonni taqimiga o'tdi taga. Qani Kemalay bilan Anosh polvon. Samonga yurasiz, samonga harakat qiling. Qani Kemalay bilan Anosh polvon. Kolmurat kani? Umami? Maşallah. Kani? Qani Hasanboy, gladiator bilan Qani. Farod polvonlar. Shunday ekanmizni gladiator bilan. Farod polvon. Farod polvondan taga marraga tushmay qoldi. Gladiator Hasanboy akamizni gladiatori bilan qaytadan harakat qiling polvon.
Kana yukarı marramız çapılıyordu. Kana hareket kılayım. Pastki marramız Kemalay otegaları kelib sovrinni olamiz ha. Pastki marramizga Anosh polvon, Farg'ona Yoypandi polvoni. Anosh polvon Otabek akamizning Kemalay nomli oti bilan bir sarka solimga tashladi. Omadlarını versin polvonlarimiz. Barınlarımızga borib tushgan bo'lsa, bir gilam pastki marraga chopasiz, bir gilam yuqori marraga chopasiz. Aşağı çekya. Mirzo. Karşı gel. Pastki choping polvon. Kürşat polvon bekalari Diyorbek polvon yuqori marramizga tashladi. Pahlavon Xo'ja akamizning Parron nomli oti bilan bir gilam solimga tashladi. Marralari birlashsin. Diyorbek polvon bir gilam solimga tashladi. Pastki marramizga Qo'qon Yoypan Anosh polvon Otabek Hoji akamizning Kemalay nomli oti bilan bir sarka solimga tashladi. Şöbet var. Kel. Yuma gideceğim. Hünkârımızın 4. marra solimlari chopilyapti. Bir gilam pastga chopasiz, bir gilam yuqori marramizga chopasiz. Bana polvon mahkam bo'ling. Aka yerda marraga yaqin joyda taka tushdi. Farg'ona so'xdi polvonlari qaynadi. Mübarek olsun yangi O'zbekiston.
Ana qo'lollay polvon. Yuqori marramizga chopamiz. Dünyanın belki çadır oluruz bunu. Kızık ya. Şikafla. Gülşen Bey'imizde dedeleri, Ravşan Bey hocakemizde ayak sınavladı bilen Eleman polvonu Kırgızistan Hürmetlerini versin polvonlarımız Gülşen dostumuzde dedeleri, Ravşan Bey hocakemizde ayak sınavladı bilen Eleman polvon Aydarkin paraları kullanmasın, ahmetlerini versin polvonlarımızga, hocakamizga, Gülşen polvonga kullanmasın. Olib keling, takani tarmashma takaga. Olib keling. Tarmashmay ket takaga. Ey, qoch. Tashlang. Bo'ldi, takani almashtirib olamiz, taka yirtilgan, ha? Hasanbey polvon, yuqori marramizning polvoni, Hasanbey polvon omadlarini bersin polvonlarimiz. Zafarjon akamiz otlari bilan Hasanbey polvon, yuqori marramizning polvoni omadlarini bersin. Zafarjon akamizni oti bilan ekan, shunaqangimi? Zangata Zafarjon akamizni oti bilan Hasanbey polvon. Hasanbey polvonga bir gilam sovrin berasiz, yuqori marramizda sovrinni berasiz. Mana. Askinda, Kırgızında. Vay digaspa. Hani yuqori marramizga bir sanatoriyaga yo'llanma. Sanatoriyaga yo'llanma olasiz. Toping polvon yuqori marramizga. Sizga 5 kunlik yo'llanma. Harakatingizni qilarasiz. Elyorjon Nadarisining nomidan qo'yilgan sovrinlar. Do'kon Bastonbo, Yelizning nomidan qo'yilgan sovrin. Hani Bastonbo sanatoriyasiga yo'llanma. Jamshid bıraktı. Jamshid. Hani Muhammed polvon, Olmutli polvonlari. Jamshid. Omadlarini bersin, Dubai bilan tashladi polvonlarimiz. 5 kunlik Qo'qon, Bo'yda Bastonbo sanatoriyasiga yo'llanmaga tashladi. 6-marra solimlari chopamiz yigitlar. Qo'z solim 1000 rubl pastki marramizga chopasiz. Bir gilam 1000 rubl yuqori marramizga. Oqinjon akamiz Jasur Beylarning yosh shogirdlari Shohnur Beydan solim kelgan. Omadlarini bersin. Shohnur Beyning solimiga chopilyapti.
Halif Hoca akamizning Dubai nomlodi bilan Bolbutdi polvonlari omadlarini bersin Muhammad polvon. Bir sanatoriyaga yo'llanma olimga tashladi. Paralari qulli bo'lsin, omadlarini bersin polvonlarimiz. Bolbutdi polvoni sanatoriyaga yo'llanmaga Muhammad polvon Xalifa Hoja akamizning Dubai nomlodi bilan tashladi, omadlarini bersin. Xudo xolasa 5 kun bu oyda sanatoriyasida, Bastonbo sanatoriyasida dam olasiz. Xudo xolasa yana bitta sherik topiladi sizga inshaalloh. Pastki marramizga ustiga 1000 rubl, yuqori marramiz 1 gilam 1000 rubl bilan yuqori marramizga chopasiz. Jasurbek Mo'g'injon akamizning shogirdlari Shohnurbekning nomidan solim chopilyapti. Aka yerda mana polvonlar harakat qilasiz, aka yerda. Yuqori marramizga chopasiz. Hadi ko'tar polvon. So'x tumani hokimligi, viloyat ichki ishlar xodimlari, So'x tumani ichki ishlar xodimlari, barcha tashkilotchilarga chuqur minnatdorchilik bildiramiz. Ali polvon harakat qiling, harakat qiling. Antilopa bilan harakat qilamiz. Yangi Dilmurodjon akamizning oti bilan pastki marramizga taka yetib bordi. Ikkitalik solim ustiga 1000 rubl. Qani Asadbek polvon 1 gilam 1000 rublga chopilyapti yuqori marramizga. Qani Asadbek polvon mahkam bo'lar. Asadbek polvonni yuqori marramizga yetib bordi. 7-marra solimlari bir sarga pastki marramizga chopasiz. 1 gilam yuqori marramizga choping. Farg'ona Furqat Qizilqiya Asadbek polvon yuqori marramizga 1 gilam 1000 rublga tashladi. Marralari qo'lga bo'lsin. Farg'ona Furqat Qizilqiyani polvoni Asadbek polvon. İxtiyorjon, ha? İxtimas İxtiyorjon. İxtiyorjon omadlarini versin. İxtiyorjon oti bilan. İxtiyorjon oti bilan Asadbek polvon chiroyli marra qildi. İxtiyorjonga ham qo'lli bo'lsin solimlar. Marhum Rahimjon akamizni farzandlari, Alloh rahmatiga olgan bo'lsin otalari. Haydarko'ndi polvoni Mixtibek polvon pastki marramizga 2 solim 1000 rublga tashlagan polvonlarimiz. Mixti polvon
Hakaratdan Dilmurodjon akamizning antilop avlodi bilan Dilmurodjon akamizga ham qo'llag'usin solimlar. Baxti polvon 7-chi marra solimlari chopilyapti. Pastki marramizga bir sarkat ekanmiz, yuqori marramiz bir gilam solimga chopilyapti. Barot polvon pastki marramizga tashladi, omadlarni bersin. Barot polvon bir sarka solimga tashladi. Hasanboy akamizning gladiator avlodi bilan Barot polvon o'tgan galgi ko'pkarimizda qaynagan Barot polvon Hasanboy akamizning gladiator avlodi bilan tashladi. Marralari qo'llab olsin. Hozirgi marramiz solimlari Shohnur Beyni solimiga chopdi. Asadbek ham Barot polvonim omadlarni bersin. Hasanboy akamizning gladiator avlodi bilan Barot polvon tashladi. Asadbek polvon Ixtiyorjon akamiz zoti bilan tashladi. Marralari qullab olsin. Omadlarni bersin. Hadi yuqori marramizga 1,5 million so'm bo'ldi. Harakat qiling polvon. Miraç akamizdan 1,5 million solimni ustiga solim qo'shildi. Yo'roshbek akamizdan Harikalar polvon 1,5 Harakat 1,5 million. Hadi polvon mahkam bo'ling. Harakat Shukrullo polvon 1,5 million. Sakkizinchi marra solimlari e'lon qilamiz. Bir gilam pastki marraga chopasiz. Bir sarka yuqori marramizga chopasiz. Tekani tashlab ko'targan polvon. Tashla tekani. Piyoda yuribdi, piyoda ko'tarib beryapti. Tashla ko'targan polvon. Ichki ishlar xodimlari ochib tashlanglar, ot bilan tashlang polvon. Hisob bo'lmaydi. Polvon tashlang ishga uladi. Duon beylari solim berilmaydi, ko'tarib berdi. Piyoda ko'tardi.
Shukurbek polvon yuqori marramizga tashlagan polvonimiz. Yangiyo'ldan Mahmud akamiz oti bilan Bo'ron nomli oti bilan birgilab 500 ming so'mga tashladi. To'y sohiblari omadlarini bersin polvonlarimiz. Yuqori marramizga Shukurjon polvon, Yangiyo'ldan Mahmudjon akamizning Bo'ron nomli oti bilan birgilab 1,5 million so'mga chopadi. Pastki marramiz solim bekor bo'lgan, yuqori marramizga bir sarka solimga chopamiz. Bir sarka solimga yuqori marramizga chopasiz polvon. Ha polvon. Birgilam 1,5 million so'm solimga tashladi. Xo'p, yuqori marramiz davom etadi. Hushyor bo'lib turing. Piyoda tushirmang. Ali Muhammad polvon Duboy bilan mahkam bo'ling. Ali Muhammad polvon mahkam bo'ling. Ali Xo'ja akamizning Duboy nomli oti bilan bir sarka solimga tashladi. Omadlarini bersin. 8-chi marra solimlari, 9-chi marra solimlari. 2 adyol pastki marramizga chopasiz. Bir gilam yuqori marramizga chopasiz. 2 adyol pastga chopasiz. Bir gilam yuqori marramizga choping polvon. Bolbotdi polvoni Muhammad polvon Xalifa akamizning Duboy nomli oti bilan omadlarini bersin polvonlarimiz. Yuqori marramizga bir sarka solimga tashladi. Pastki marramiz bekor bo'lgan, pastki marramizni sovrinni yuqori marramizga qo'ydik. Muhammad polvonga nasib qildi. Omadlarini bersin polvonlarimiz. Mana shu yurtni farzandi, mana shu maydonda uloq yurtgarlarni boshqarib borayotgan Murodjon akamizga ham navbat beramiz. Biz kelib ketadigan inson. Murodjon akamiz ham xudo xolasa bu maydonda uloq yurtgarlarni qonun qoidalar bilan chiroyli qilib choptiradi. Akamizga navbatni bersak, akamiz ham chiroyli qilib xalqimizni, to'y boshlarimizni tabriklab qo'ysin. Assalomu alaykum. Qachon studiya rostga binarchi. Sizlarga xush kelibsizlar. Mana bugun Sulton Ro'monda to'y. Faqat polvonni o'g'li Jasurbekni nikoh to'yiga bag'ishlangan mana katta ko'karoqlar bo'lyapti. Mana To'ybek akamni yubiley to'ylari hammalari xush kelibsizlar. To'y chiroyli o'tyapti. Xursandchilik bilan o'tkazamiz. Xudo xolasa kelajakda shu Jasurbekdan polvon o'g'illar tug'ilsin. Jonathan O'zbekistonimizga, yangi O'zbekistonimizga nafrat tegadigan polvon o'g'illardan bo'lsa hammasi. Endi xudo xolasa shu
Haqiqat to'ylarida ham shu katta quloq ko'klarga bersin. Hammalari xush kelsinlar bir bor. Hozir yuqori maramizning Muhammad polvon, katta polvoni Alhoji Zafarchik bo'lmasa mana Dubay otlarida tashadi. Yana bir qani mabullar olqishlar bo'lsa mana polvoniga. Polvonlar harakat qilamiz. Hadi kuşa kalk. Yani abi koydu. Mana harakat qilib, polvon atadan turib. Polvonga ketdi sabr polvon. Ne kadar yazı. Pastki marramizga e'tiborda Sobit polvon Olimpiyaning chempion nomlodi bilan Sobit polvon qani bor marramizga bir gilam solimga chopamiz. Bir gilam solimga choping polvonlar. هنا يمكن خالد. Sobit polvon Surxondaryo Jamol Xo'ja akamizni chempion nomlodi bilan tashladi. Mana shu so'xdan chiqqan otimiz omadlarini bersin. Hozirda Surxondaryolik mehmonlarimizni nomidan chopilyapti. 2 gilam solim berasiz. 2 plet, 2 adyol, ha? Gilam yuqori qara. 2 adyol solim bering. Surxondaryo Jamolxon Xo'ja akamizni chempion nomlodi bilan Sobit polvon barralari qo'lli bo'lsin polvonlarimiz, Qirg'izistonda polvonlari omadlarini bersin. 2 adyol qo'z solimga tashladi polvon. Xaridam tashlavi dedi do'ram. Bugun So'x Marmut maydonida uloq ketganimiz davom etyapti. Umrzoqlarning uloq ketganisi Tojiboy otamizning yubileyiga Vohidjon akamizning farzandlari Jasurbek akamizning Jasur polvonning nikoh to'ylariga bag'ishlangan uloq ketganimiz. Kevkarimizning 9-marra solimlari chopilyapti. O bayrak sadası geldi. Mana qo'lolmay. Qani bacha tez o'zanda. Mana qo'lolmay polvon. Marraga kirib tashlaysiz. Qani boshi tezingada. Qani. Yerda zamonga qo'lolmay polvon qo'lolmaysiz.
Aka marrada 10-chi marra solimlari birgina pastga choping. Bir smart televizor yuqori marramizga chopasiz. Birgina pastga choping. Bir televizor bilan yuqori marramizga chopasiz. Arre! Ya kamuku! Ortadan diyor kur. Tane kırma fırtınız sana. Öyle. nima o'ylab yastin Tepeke Mehmet'e çap. Temur polvon yana Temur polvon yuqori marramizga bir gilamga tashlab kelyapti. Qirg'iziston Ayderkenda Imomali akamiz zoti bilan Temur polvon bir gilam solimga tashladi. Qirg'iziston Ayderkan Imomali akamizning Tarafı bilan qaralari qo'llamasin, Temur polvon omadlarini bersin. Qo'rg'ot bilan tashladi. Imomali akamizga ham qo'llamasin solimlar. Ko'pkarimizning 10-chi marra solimlari birgina pastki marramizga chopasiz. Bir televizor yuqori marramizga choping. Hadi mahkam bo'lavering, polvon mahkam bo'lavering. Taka yerda qaytadan harakat qilasiz, taka yerda qayta harakat qiling polvon. Ko'pkarimizning 10-chi marra solimlari birgina borasiz, bir smart televizor bilan qaytasiz. Aydarkan Sobit polvon omadlarini bersin. Surxondaryo Jamolxon xo'jakamizni chempion nomzodi bilan tashladi. Ikkitalik solimga ko'tar polvon. Yoz ko'tar polvon. Mana Abdumalik. Harakat qiling Abdumalik. Harakat qiling, harakat qiling. Pastki marramizga bir gilam solimga chopilyapti, harakat qiling. Abdumalik polvon harakat qilasiz. Bastagi var, bastagi var. Estes, ey! Ayak sıkıntı. Ver pochkati. Güzel salista, ey akalar. Abdumalik polvon Pochkaya sal girdi, bu tomon tashlab ho'ya. kelyapti. Bir testi sal pishtarbi. Listabi yok. Maliki.
Tartıştava. Alttan avratı ince. Ay gilem bu basın. Girit paşka. Torzonu Önce kerek. aradan Nasır Bey ekemizning Ali Baba namlati bilan Anvarjon akamizni farzandlari Ali Baba bilan Abdumalik Palvon aralari qulluq bo'lsin. Qani televizorga ko'tarilgan yuqori marramizga qani Halollay Palvon Yangioriq Hozirjon akamizning Ali Baba nomlati bilan Abdumalik Palvon pastki marramizga bir gilam solimga tashladi. 11-marra solimlari ikki adyol pastki marramizga chopasiz, bir gilam yuqori marramizga chopasiz. Akaola nomlati bilan bir televizorga polvonlarimiz tashlab kelyapti. Omadlarini bersin polvonlarimiz. Oybek polvon. Oybek hoji akamizning farzandlari Otabek polvon. Oybek polvon 143 ekran smart televizorga tashladi. Otabek akamizning otlari bilan tashladi. Akaola nomlati bilan tashladi. Omadlarini bersin, Gemolay ot egalariga navbatdagi marralari qulluq bo'lsin. Oybek polvon, Qirg'iziston marralari qulluq bo'lsin. 43 ekranlar smart televizorga tashladi. Ikki solim, ikki adyol pastki marraga chopasiz. Bir gilam yuqori marramizga choping. 11-marra solimlari chopilyapti. Qani polvon mahkam bo'lay. Qani somondan iltirolasa. Chiroyli ketdi polvon, chiroyli jo'nadi. Otasiga rahmat. Pastga chopilyapti polvonlar, pastki marramizga chopasiz. Qani harakat qiling polvon. Pastki marramizga ko'z solib, yana ikki adyol olasiz. Yuqori marramizga bir gilam solimga chopasiz. Kelmadi. İki yerda. Hadi yuqori marramizga cho'boramiz polvonlar. Yuqoriga choping. Yuqoriga chopasiz polvonlar. Yalaman polvon chiroyli marra qildi, omadlarini bersin. Gulshanbek do'stimizning aparating kelishdi, qora shapka, qaqaki. Qora shapka, olib keling Gulshan qora shapkani. Qora shapka.
Olib kel mana dedi bak. Bak aka. Eleman polvon omadlarini bersin polvonlarimiz. Eleman polvon Qirg'iziston. Roshanjon Xo'ja akamizning ayakchisi nomlodi bilan aralari qulga bo'lsin, pastki marramizga qo'z solimga eleman polvon tashladi. Gulshanbek do'stimizning dadalari Roshanjon Xo'ja akamizning ayakchisi nomlodi bilan tashladi. Aralari qulga bo'lsin, omadlarini bersin polvonlarimiz. Gülşen, qarang. Uloqqa yopishib qolgandim, ushlab qoldi. Ha? Yig'ishtirib tashlaydi apparatni. Muhtibey polvon yuqori marramizga bir gilam solimga tashladi. Dubai polvon dodi bilan omadlarini bersin Muhtibey polvon yuqori marramizga bir gilam solimga tashladi. Pastki marramizga loyiq omadlarini bersin Muhtibey polvon Dubai polvon dodi bilan tashladi. Arpay polvon dodi bilan. İkinci marramiz pastiga bir sarkaga polvonlarimiz tashlab kelyapti. Marg'ona Quvasoy Hoshimbey polvon omadlarini bersin. Pastki marramizga bir sarka solimga tashladi. Anosh polvon maydonga qaytdi, mahkam bo'lasiz. So'zlik akalarimiz zoti bilan Quvasoylik polvonimiz Hoshimbey polvon. Anosh polvon mahkam bo'ling. Anosh polvon mahkam bo'ling. Bir sarka solimga tashladi Hoshimbey polvon. Omadlarini bersin. Anosh! Qaytaring polvon, Anosh polvon mahkam bo'ling. Mana mahkam bo'ling. Yomonloy bilan mahkam bo'lasiz. Bunda uchinchi marra solimlari belgilan pastga bir sarka yuqori marramizga chopilyapti. Mani Jasur polvon mahkam bo'lasan. Vohidjon akamizning farzandlari. Jasur yerga sol endi, marraga sol takan. Marraga sol Jasur. Nomlodi bilan Farg'ona Yaybanda polvoni Anosh polvon omadlarini bersin polvonlarimiz, Murodjon akamizning farzandlari. Anosh polvon sportga mehr qo'ygan ukalarimiz. Anosh polvon maydonda Atabek Hoji akamizning Himolay nomlodi bilan bir gilam solimga tashladi. Hech kim yiqilmasin, surinmasin. Xudo xolasa chiroyli marralarni kutib qolamiz. To'y sohiblari Vohidjon akamizning farzandlari Jasur polvon omadlarini bersin. Kuyov bola Maksim akamizning Ko'kmo'ri nomlodi bilan tashladi.
Jasur polvon to'y sohiblari Maksim akamizning Ko'kmurun avlodi bilan Hargilam solimga tashladi marralari qullu bo'lsin. Hurmatlarni bersin polvonlarimiz. Hani Jasur polvon yuqori marramizga sarkat ekanmiz. Azbek akamizning farzandlari Rishtonni polvoni Jasur. Navbatdagi marramiz bir gilam bir radio borasiz. Bir gilam bilan qaytasiz. Harakat qiling polvonlar. Bir gilam bir adyol bilan pastki marramizga chopasiz. Bir gilam yuqori marramizga chopasiz. Jasur polvon O'rtaus akamizning dollar avlodi bilan bir sarka solimga tashladi marralari qullu bo'lsin. O'rtaus akamizning dollar avlodi bilan Jasur polvon ham bir duo qilaylik. Azbek akamizning farzandlari bir duoga qo'l ochaylik. Qani ilohi amin. Jasur polvon ham yaxshi niyatlar ustida turibdi. Xudo xolasa xalqqa, elga uloq ko'pkari beraman degan niyatlari bor. Yaqinda mana tez kunlar ichida ko'payishdi. Ilohim farzandlari o'ni bo'lsin, yurt suygan farzandlar bo'lsin, elimizni, yurtimizni to'g'riga yaraydigan farzandlar bo'lsin. Amin Allohim. Azbek akamizning xonadonida ham xursandchilik kunlar yaqin kunlarda davom etadi. Ruhanbek akamizning sinfdoshlari Dadaxon do'stimizni ham bir duo qilaylik. Akamizdan farzand talab ekan. Qani ilohi amin. Ilohim Dadaxon akamizning xonadonida xursandchilik kunlar bo'lsin. O'g'il farzandlar Alloh bersin. Hamisha xursandchilik kunlariga sherik bo'laylik. Amin Allohim. Xudo xolasa Gulbek ukamiz kelgusi yili yangi sezonimizda birinchilardan bo'lib mana shu maydonda chempionat uloq ko'pkarish berish niyatlari bor. İnşallah Allah yetkazsin barchamizni shu kunga. Ruxsatlari chiqqan Mingbuloq tumaniga, Namangan Mingbuloq tumaniga bir kunlik uloq ko'pkariga taklif qilamiz. Mobiljon aka, yuqori marrada so'ralyapsiz. Hadi polvonlar, aylanma harakat bilan harakatlaning. Takani osonroq ko'tarib olasiz. Aylanma harakat bilan harakatlanamiz. Hadi polvon mahkam bo'lay. Qani mahkam bo'lasiz. Chiroyli ketdi polvon. Qani Sabit polvon g'olollaysan. Yotanga rahmat polvon. Sabit polvon. Chiroyli ketdi polvon, omadlarini bersin polvonlarimiz. Nuriddin polvonning tanchagi bilan Sabit polvon pastki marramizga bir gilam
bir radyal solim berasiz, qo'z solim berasiz. Nuriddin polvonning tanchagi bilan Samit polvon pastki marramizga chiroyli bo'ldi polvon. Omadlarini bersin, baralari qulluq bo'lsin. Vahid aka, to'y sohibi. Hadi Timur polvon mahkum bo'ling. Hadi Gülşen. Hadi Timur. Bir sıkılar mahkum bo'ling Timur. Omar Bey'imizni buyursi bilan. Qani qololmay polvon. Shu, tamom. Yana bir sanatoriyaga yo'llanmagan pastki marramizgacha bosiz. Bir gilam yuqori marramizgacha polvon. Navkarimizning 15-marra soliqlari. Ya, hatta zanamni ishlardan uloqa giran o'qi. Ülkemizi bir sınavladı bilen taşladı. Amal Bey ülkemizin bir sınavladı bilen Temur polvon yukarı marramizga bir gilam solimga taşladı. Baraları kolu olsun. Temur polvon. Chiroyli bordi polvonimiz. Jasur polvonni Rishton Firdavs hojagamizni qo'llar nomlodi bilan tashlagan. Firdavs hojagamizni omadlarini bersin. Hassalariga Alloh baraka bersin. Polvonlarimiz bilaklariga Alloh kuch-quvvat bersin. Qani polvonlar harakat qilamiz. Bir sanatoriyaga yo'llanma pastki marramiz. Bir gilam yuqori marramizgacha bosiz. Yana Farg'ona Bo'yda Bostonbo sanatoriyasiga 5 kunlik yo'llanma. Geliyorcan Nadarus'ning sovrinlari. Shumbalot egalaridan solimlar kelgan. Defans shumbalot egalari.
Qani Dilshod polvon. Berlin bilan mahkam bo'ling. Qani Dilshod. Sanatoriyaga Dilshod polvon tashladi. Yuqori marramizga bir gilam solimga choping. Balbut, Borutjon aka tadbirkorning Berlin nomlodi bilan sanatoriyaga yo'llanmaga Dilshod polvon tashladi, omadlarini bersin. Omadlarini bersin Dilshod polvon. Balbut. Omadlarini bersin Balbut. Tolibjon akamizning Berlin nomlodi bilan Dilshod polvon, Nuriddin polvon o'g'illari boshqa pulli bo'lsin. Xudo xohlasa bir yaqiningizni jo'natasiz, balkim o'zingiz borarsiz. Sanatoriya ajoyib. İnşallah xudo xohlasa. Dilshod polvonga ham omadlarini bersin. Xonasi Foziljon aka borib, maza qilib tamoq keling. Omadingizni bersin. Bravo polvon. Antifetar var edi. Tashqariga chiqib ketib qolmasin. Na keyfe de ko. Evet, ne olmuş kadar? Vay, keyfe numara. Nur, biz burcu keyfe numara. Stürmer. Hadi yukarı marramızga ko'tarildi. Hadi Dilshod polvonga mahkam bilan. Hadi polvon mahkam bo'lay. Polvonlaysiz. Navbatdagi 16 marra solimlari bir gilam bilan borasiz, bir sarga bilan qaytasiz. Qo'ygash chanta bo'shatki. Qo'ygash chanta bo'shat. Gremba tatlab bunaga girib bilan kesilmiş. 16 marra solimlariga chopilyapti. Bismillahirrahmanirrahim. Bir sarga yuqori marramiz. Hani polvonlar harakatingizni qilib chopaverasiz. Yuqori marramizga tadbirkor ukalarimiz Dilshod polvon omadlarini bersin, bir gilam solimga tashladi. O'zini Abaka nomlodi bilan aralari qulluq bo'lsin. Dilshod polvon o'zini Abaka nomlodi bilan bir gilam solim beradi. Qulluq bo'lsin. Dilshod polvon o'tgan gal polvonlarimizga yordam berib Kamera şuna alıyor tasmiyi. Şani telefona. Wah, mulo grup sebelum malu.
Üstü diavolo bu doğru uyuma friziyor. İyi. Ya, bas. Hadi. Açık o, açık iyi. Zangırı. Yok, kapalı mı dedin senin ama ya? Yine vanda uzak. Yok, kapalı. Yok, kapalı mı dedin? Tabii. Çok aşağı bir şey. Korpançta var. Altı gözleri. Sır boyak, sır boyak. Macam o dili yok ya, yok sormuş ya. Niye sattı mı sattı? Bakwa. Az zeki kal. Hiç ölük hakkıyla biliyorsun biz ve dörük bahsi demek ha. Şahsen ne çözer? Hiçin ölük. Hakkıyla bilmek ve dörük bahsi. Bayda en azı pincan atonu ziyaz kadar anişat kurbaz var. Bu. Bu. Biliyorum ne kesi hocam? Neydi mi? Ya ne ki kaç munda to ne ki malades. Aziz. Azbek, mikrofonda Celal Azbek. Azbek kaytarın, ulardan meşhur olanlar. Aziz Bey polvon, omadlarını versin polvonlarını. Hasan Bey ekimizi yakıyor, memnuniyeti bilen taşladı bir kutbak sağlık diyor. Hadi akar. Avtomobil, altın kol. Cesur Bey ekimizi sınıftaşları sağlamlara. Hamit Olman Nasya Boray. Hadi oturmanın. Köfte
Ana doğum beylerimiz uçuyor bokslarımız yukarı marra doğum beyleri. Bayrağını götürüp alamiz, bayrağını götürüp alayım. Yukarı marramız doğum beyli bayrağını yukarıga götürüp alaylik. Yukarı marramız doğum beyli bayrağını götürüp ortaga kirib alaylik, sobanın ortasına. Yemakjon aka. Hamanga tanab yo'shlar. Vali oxir. Avtomobil oxir. Qani bu polvon mahkam bo'lar. Qani qo'qonda polvon polvon. Qani oxir. Qani harakat qiling polvon oxir. Avtomobil. Oltin to'g'ri polvon mahkam bo'lavering. Harakat qiling polvon. Alıyoruz polvonga o'tdi aka. Himalayga o'tdi aka. Gitti işlemay polvonlar. Seni gitmese işlemeyecek. Seni gitmese gitti koy var. Hani anoş polvon. Hani oxir. Gitti işlemay. Tekrarda kontrol etsin, Hadi Kemalay bilan Anosh polvon. Qani avtomobil oxir. Anosh polvondan o'tdi aka kirmadi. Hani aka kirmadi. Hani polvon mahkam bo'lar. Hani ayet bilan polvon mahkam bo'lar. Hani ayet bilan Elmon polvon mahkam bo'lar. Bir avtomobil oltin tur. Bakanay borusida turgan muxlislar. Hushyor bo'lib turamiz. Hadi polvon mahkam bo'ling polvon. Somonga yaqinsiz, somonga kirasiz. Hadi bayroqchilarimiz bayroqni yuqoriga ko'tarib olaylik. Top bo'ldimi?
chopmang, taka joyida qoldi. Taka joyida qoldi, chopmang. Chopma. Bugungi uloq ko'pkarimiz chopma polvon, chopma taka joyida olib keling taka, olib keling. Bugungi uloq ko'pkarimiz mutlaq g'olib chempioni Haydarkey Elamon polvon. Gulshanbek dadalari. Akay mardovali. Yo hayvon bitta. Hamodor.